O'zimni bolalarim ham kasal. Borida klinikada ham ishim bor edi. Ba'zi kasallar natijasini so'rashim kerak edi va bitta kasalni bitta doktor bilan maslahatlashib ketishim kerak edi. O'shanga keldim hozir va doktor anaqasi bor ekan, patsienti bor ekan, o'shaning uchun kutib turibman. Xullas, yengildan keyin xudo xolisa keladiganlar bor. Men doktor tutib olgan bitta narsa so'rab olay, bo'lsa zo'r doktor. Xullas, Yusuflarni maktabida bitta dars o'tilibdi va o'tda Adela bilan urologga borib kelinglar deyilibdi. Xullas, o'shani so'radim. 13 yoshda dedim, o'qituvchisi bir urologga ko'rininglar deb aytgan ekan, olib kelsam bo'ladimi desam, olib kelib ko'rib qo'yaman dedi. Rosa zo'r urolog mana doktorimiz. O'zi yosh bo'lsa ham professor, mendan sal kichkina yoshi, lekin shunaqa bilimli. Ham havasim keladi. O'qigan odam shundoq bo'lsa deyman. Men bu bolani kechasi pijamasini almashtirtirgan edim. Ismasi chiqqanidan. Ertalab turib eslolmadi ham даже manmi deb qo'yadi. Yo, men o'g'lim tavba qildi. Kurtkasi qalay? Menga hammani kiyib yarashadi bor. Hamnaqa jinnilar nima meni ko'rar ekan-a? Vaman. Kimga qiziq etib lekin ko'rib o'tiradi. Tavba. Ismonur ishlarini qildirishni boshlagandik. Plaketlari ketdi, ana shaffof plaket bor. O'shandan qildiryapmiz. Bunga ham Yusuf ham qiladi. Merhaba hocam, nasılsınız? Hadi gel, şeyin çantanı koy. Gelelim mi? Ha, tamam. Tamam. Xullas, şu qizchaga plaket taqamiz. Bu da eski tishlari. Bu çok güzel. Bu çok güzel. Ben bunu seviyorum. Bunu değil. Bu daha iyi. Wow. Oqshominglar xayrli o'tsin. Oilaviy tepalikka qarab chiqib ketyapmiz. Zaynab Nur orzu qilgan tepalikka. Voy, Toshkentdaligimda yomonni ham qoqib qo'lga bergandi. Sen kelsang boramiz deb. Hozir Galata qalasiga qarab ketyapmiz. Istanbulda tepali pastli yo'llari tepaga qarab chiqib ketyapmiz. O'sha hansirashni boshlayapman. Xullas, Zaynab Nur orzu qilgan tepalikka chiqamiz. Odam ko'p. Hamma yo'q. Turist. Biz xo'jayinim bilan ko'p kelganmiz bu yerga-yu. Bolalar bilan hech kelmagan ekanmiz. O, boshlandi. Qizimning hayollari. Pichga chiqmadi.